Mana bugun sizlarga Crown brendiga tegishli havo bilan ishlaydigan gayka o'rtlarimizni tanishtirib o'tamiz. Eng katta gayka o'rtimizdan eng kichkinasigacha bo'lgan gayka o'rtlarimiz. Eng kattasi 3260 Nm, 8-12 barga ishlaydi, 3600 оборот. Undan keyingisi esa havo bilan ishlaydigan gayka o'rtimiz 2180 Nm, 4200 оборотda. Bular ikkita gayka o'rtimiz ham 25-4 mm gacha bo'lgan gaykalarni yechishga qodir. Bundan keyin gayka o'rtlarimiz 6-8 barga ishlaydi, 1600 Nm bo'ladi, 4600 оборотda. Eng kichkina gayka o'rtimiz Crown brendiga tegishli. Bu 1200 Nm, bu ham 4600 оборотda ishlaydi. Bu gayka o'rtlarda 6-8 bar kompressorlarimizni ishlatadi. Bu instrumentlarimizni katta va yengil mashina ishlaydigan shina montajchilarga tavsiya qilib qolamiz. Keling va Roxan'dan kelishilgan narxlarda xarid qiling.